Assalomu alaykum. Avval bizning yoshligimizga choyxona bilardi o'zi. Shu choyxonasimon bir jo'ramiz joylari bordi. Qaranglar. Manzarachani. Vay vay. Kravatchalar. Eng qizig'i obedga ham ber. Xudo xolasa salqin bo'ladi-da. Вообще mazza qilib o'tirayotgan joy. Samsasi ham zo'r, xudo xohlasa. Bemalol zakazga yo to'yga ham zakaz qilsangiz bo'ladi. O'zimizga yaqin, jo'ramiz sinfdoshimiz joyi. Manzilni ham o'zim tushuntirib o'taman. Manzil bu yog'i lazzat to'yxonadan kelaverishda Shofirkonning oldida. Bu yog'i Suparidan Shofirkonning yo'liga ketadigan yo'lda. Bemalol 90-yildan beri samsonchilar dadalari ham samsachi ko'pchilik biladi bu joyni. Bugun sinfdoshlar bilan Sherabza xudo xolasa kelaverasizlar. Xohlasangiz mana bunaqa go'shtni ham urib beradilar tandirga. Bemalol kelaverasizlar. Namozgarga ham zakaz qilsalaringiz agar xohlasangiz mana go'sht xohlasangiz mayda samsa, katta samsa